Medmarvels o'zida tibbiy bilimlarni yanada tushunarli va osonlashtirish maqsadida animatsiyalar ustida ishlamoqda. Misol uchun bu yerda Cushing sindromini sababini aniqlash uchun o'tkaziladigan deksametazon supressiya testi ko'rsatilyapti. Demak, bu yerda normal gipotalamus gipofiz o'qi, undan tashqari kortizolni ishlab chiqarilishini stimulyatsiya qilish ko'rsatilgan. Bu yerda gipotalamusdan ishlab chiqariladigan kortikotrop relizing gormoni u gipofizga ta'sir ko'rsatyapti. Gipofizdan ishlab chiqarilayotgan adrenokortikotrop gormon esa buyrak usti bezini o'sha po'stloq qavatidagi zona fasciculata qavatidan kortizol ishlab chiqarilishini stimullayapti. Undan tashqari deksametazon soat nechida, qanaqa dozada beriladi va qon tahlilida kortizol qaysi paytda o'lchanadi. Demak, bu bo'yicha ham xudo xohlasa juda tushunarli animatsiyalar tayyorlanyapti. Va biz harakat qilyapmiz boshqa mavzular, faqatgina endokrinologiyadan emas, balki boshqa klinik fanlardan ham iloji boricha sifatli va tushunarli kontentlar tayyorlashga. Xudo xohlasa tez orada yana yangiliklar bilan chiqamiz.